Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Maverdi rahmetullahi aleyhi Edebuddin ve Dünya namlı kitabıda bugünkü okumakçı olan dersimiz yani şundakla İmam Maverdi rahmetullahi aleyhi şu akıl bilen havai hevesindeki farkı ve akılının ve havai hevesindeki türlük eyip noksalları ve akılının faziletleri hakkında toxtulub atkan. Lekin bugünkü ders yanılı şundakla akılniki qarım qarşı ziddi bolgan insonni butunlay asosan halokatga boshlaydigan havoya havas haqida to'xtalyotidi. Hamda falamma kana al-hava g'aliban. Havoya havas ko'pincha insonlardan g'olib keladigan, insonlarni yengib o'tadigan, halokat yo'llariga odamni davomli opirib tashlaydigan nuqson bo'lg'achqa aql davomli kurash qilgan holatda bu aql kurash qilib buni nazorat qilib turdi. Havaya heves xohishninki g'aflat uyqularini uyg'otib turdi va uniki davomli haddidan oshadigan, davomli haddidan eshib turadigan nuqtasini tatib turdi va shundaqla havaya heves xohishninki aldangan hiyla taraflarini buni ko'rsatib turdi. Demak, bu yerda aql 3 xil nuqtadan havaya hevesni uyg'otib turdi dedi. Biri g'aflat qolganda, yana biri bu shu havaya hevesninki taza şu telvilik aşka vaxtida to'xta deb turdi. Yana birisi buni oxirida faqat amal kuch yetmagan vaqtida havo havasniki shu yomon taraflarini buni qanday bir taraf qildigan aql orqali buningga to'g'ri tarafni ko'rsatib turdi demoqchi. Chunki havoyi havas xohishning sultoni davomli kuchli keladi. Buning havoyi havasniki hiyl mikr yo'llari kirish eg'izlari nihoyat yo'shirin. Mushu oxirgi mushu ikki nuqtadan ilib o'tgan vaqtida aql undaqda sho'nglashqa mushu ikki nuqtadan hiyl mikrsi nihoyat jiq bo'lgan havoyi havasniki hokimiyat kuchli bo'lg'achqa aql ya'ni aql bu yerda kelib havoyi havasniki hukmlarini bu yerda qilish tegishlik ishlarni bu yerda ijro qiladi. Yoki masalan buni aqlning qahri bilan shu yoki uni turli aqlni ishiltish orqali havoyi havasniki oqibatini to'sidi demoqchi. Ya'ni shu havoyi havasning sultoni hokimiyatligi, hokim mutlaqlik kuchli bo'lg'achqa va yoki havoyi havas xohishning hiyla makrlari ko'pincha yo'shirin bo'lg'achqa oxirida shu aql buni hukmronlik qilish uchun aqlning ijrosini bu yerda oshiramiz. Undaqda biz havoyi havas xohishniki ikki tarafdan odamga hujum qiladigan tarafini bildik. Biri havoyi havasniki sulton kuchlik. Buning kuchlik tarafi bor-da. Odamni kontrol qilish kuchi yuqori. Yana birisi buning unda yo'shirin hiyla makrlari ko'p bo'ladi. Ammo birinchi nuqta, birinchi sabab havoyi havasning sultoni hokimligi kuchlikda, chunki buniki nurg'un tashabbuskorlari bor. Bu nefsi var, kulak var, göz var, bunun koşulları da hava havasınki koşulları. Bu arkalık bununki küçük takım yukarı aşıdan gap. Ahırı şehvet bunundan galip kıldı, şehvet küçü galip kıldı. Şehvet galip gelgendekin akıl bu şehvetlerini tosuştan aciz kıldı, tosanmaydı. Ameliyette bu xahişninki naçar illetleri iniq bo'lgan taqdirdimi shahvat bilan ojizlangan bu aql oxir buni to'sab bir taraf qilolmaydi. Shuningdek, bunda havoyi havasga ergishadigan bunda avvallar bunda yosh bolalarda ko'proq yuz berdi. Chunki bularning shahvati nihoyat kuchli, bularni kontrol qiladigan ularning bo'yniga minib olgan havoyi havas xohishniki turli tashabbuslar ko'p. Yoshlik havoyi havasi deganga o'xshashda. Belkim ba'zilar yoshlikda ularga uzr qo'yishi mumkin. Yosh emasmi deb qo'yishi mumkin. Masalan, Muhammad ibn Bashir degan shoir shundoq deganda, "Kullu yara anna shababa lahu fi kulli mablaghi lazzatin uzru." Hammalar shunday deb qaraydi, yoshlikniki har qanday ishda bir uzrsi bor, ma'lum bir maqomga yetganda shuningga to'xtaydi, lekin har qanday bir ishda lezzati var yoshlikniki. Buni yosh emasmida buni uzr qo'ymaymiz deb shundoq deydi. Ham shundoqla donishmandlarmi ham shundoq deydi. El-hava malikun g'ashumun va mutasallitun zalumun.
Havaya heves xohish zolim podshodir. Zolim podshodir. Va shundaqla zolim hukmrondir degan. Chunki insonning ichki dunyosini butun kontrol qiladigan narsa vaqtida bular yoshlikda havaya heves xohish. Shunlashqa bir qism adiblar shundoq deydi. Havaya heves bo'lsa, havaya heves zolimdir. Adolat ko'nib qolgandir deb shundoq degan. Bu yerda hamda adolat ko'nib qolgandir deganda o'limalarniki tafsirida tushuntirishida Alloh subhanahu va taolo har qanday narsani cheklagan bo'lsa, shu cheklagan narsaniki o'rniga badliga durust bo'lgan insonga yiqishliq bir lazzatli shahvatlarni Alloh durust qilib buni yo'lliq qilib bekitib bergan. Havoyi havas haqida shoirlar bundoq deydi. Ey oqil, havoyi havas o'ziniki aqlini yo'qotib qo'ygan yoki aqlidan havoyi havasi g'olib kelgan aqldor. Nima bo'ldi sana? Bütün ishlar yo'llar to'silib qoldi-ku. Yaxshi yomonni bilmaydigan, yaxshi yomon arayamaydigan bo'lib qolding-ku hamda dedi. Atajalul aqla asiral havo. Aqlingni mush havoyi havas xohishingning asiri qilib qo'yayotamsan. Amaliyotda aql degan havoyi havasning amir bo'lish kerak-ku deb aqlga xitob qilyapti. Undaqda xohish havoyi havasni uzib tashlashning yo'li aql bilan davomliqmi shu taat ibodatdan, yaxshilikdan yiroq zerikib turadiganmi shu nafsni yengish uchun aql bilan bu yerda davomliq xohish ustidan yengish kerak. Hamda havoyi havasniki oqibatini, buning zehnining qattiqligini, oqibatining nacharligini, buniki shundaqla jinoiy qilmishlarning ko'pligini, gunohlarning turkumlab insonni besib oldiganligidan iborat yomon oqibatlarni bildirish orqali nafsiga davomli buni his qildirib turish kerak. Shunlashqa Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarda shundoq deydi: "Huffatil jannatu bil makarih va huffatin naru bis shahavat." Jannat nafsiga, insonning nafsiga ig'ir tuyuldigan qilmishlar bilan yoki ig'irliklar bilan qo'rshalgan. Davzax shahvatlar bilan qo'rshalgan. Bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki demakchi bo'lg'ini jannatga mangdigan yo'l davomli qiyinchilik ehtimoli bor bunday yo'llarda. Davzaxga mangdigan yo'l havoyi havas, shahvaniyat va xohishga ergashish orqali davzaxniki yo'lni o'zi ichib manglaydi. Hem demek cennet bilen davzaxniki yo'lni mushta ayrısang bo'ldi deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu ko'rsatmishni bayon qilib o'tgan. Hatta Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu shunday deydi: "Sizlar o'zingizniki nafsiga shahvatni hokim qilib olmanglar. Ya'ni shahvatinglarni o'zingizning nafsingizning ustiga qo'yib olmanglar" dedi. Chunki bu shahvat, havoyi havas, xohishniki hozirgi holati munoyati ayiblik, onun kelgusi munoyati qattiq ayiblik, yoki bo'lmagan vaqtida inson qabul qilolmaydigan, rohat ololmaydigan bir ig'irlik his qildirgan bir ish buning kelgusi mu demak. Agarda bu nafsni qo'rqitish, ogohlantirish orqali ko'ndiramagan vaqtingda nafsingni umidlik yo'llar bilan umidlantirish, jannat bilan umidlantirish, yaxshi mukofotlar bilan umidlantirish va qiziqtirish orqali paydinpay buniki asta yuvash buni o'zing kontrol qilgin. Chunki ham qiziqtirish, ham qo'rqitishdan iborat bu ikki tarbiya usuli nafsiga birlashgan vaqtida nafs oxiri bu ikkisiga bo'ysunadi. Ham qiziqtirish, ham ogohlantirish, ham qo'rqitish. Demak, o'zini tarbiya qilishda, inson nafsini tarbiya qilishda shu ikki yo'lni o'ziga lozim tutish kerak. Shunlashqa Ibn Sammak radhiyallohu anhu shunday deydi: bu kishi Muhammad ibn Subuh al-Ajali nomi bilan mashhur, o'zining aytadiganiq Harun Rashid davridagi donglik zoyatlarniki biri 183-yillari Kufada o'lib ketganligi xotirlangan. Tarixda bunda iz yaratgan aql zoyatlarniki biri bo'ladi. Bu olimniki degan so'zi havoyi havisinga musavvib bo'lgan dedi. Musavvib deganimiz buni pəpilep yaşığın hava yavisini. Əslində yaxşı günlərin aldıda aldırma, özünü səbir qıl, özünü toxtat deb özünə hayayı və aqlının hacetini rava qıl dedi. Aqlını qandırıb yaşa.
Aqlingning tamasini aqlingniki erishmoqchi bo'lgan narsani darhol o'rindab berdi. Shundaqla oqibati nachar bo'lgan narsani qara. Buning oqibati qanday to'g'rimi, xatomi degandek, oqibatini yaxshi o'yla deydi. O'zingni davomli qilmoqda havoyi havasdan, xohishdan yiroq turishga odatlantir. Chunki nafsni o'zining xohlagan xohishi bo'yicha qo'yib turishning o'zi bu nafsningki kesilidir. Va nafs xohlagan narsani qilmay uni tark etishning o'zi nafsning davosidir. Qarim-qarshi deyapti. Shuningdek, doriga sabr qilgin. Belki kasaldan qo'rqsang deb shundoq degan. Hamda tuvandagi shoir bundoq debdi: "Kullab men sabr qildim bo'lgan ishlarga. Hatto bu hadislarmi qiyinchiliklarni tugab ketdi. O'zimni mush sabrga majburlab turdim. Bu kunlarmi o'tib ketdi. Hamda nafs degan nima ekan deb qarsanglar, yigit o nafsni nega qo'ysa, qanday bosh qilsa, qanday qo'yib qo'ysa shunda mangdi ekan. Agar nafsning deganini bergandek bu shu narsani taximi sig'indigan toq bo'ladigan ish ekan. Agar uning nafsining deganini bermay, nafsining degan yerga chiqmay qilgandan keyin nima bo'libdi deb bu tasalli tepib, to'xtab qolib, uni unutib qolar ekan. Deb shunaq deydi. Bu nafsniki amaliy yo'llarda bu shoir bundoq tushuntirgan. Hamda nafs aqlga bo'ysungan vaqtida va havoyi havas xohishniki oqibatlarini bu bildirib turgan vaqtida, havoyi havas oxiri mush aql bilan chambarchas bog'lanadi. Nafsmi bu yerda asta bo'shaydi. Oxiri buniki cho'ng natijalari, nasiblari kelishga boshlaydi. Nima orqali degan vaqtida Alloh subhanahu va taolo katta ajr berish bilan birga boshqa kishilarning turli yaxshi maqtashlari, sanolarga erishadigan. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shundoq deydi: "Estaizu billah va amma man khafa maqama rabbih va nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Ya'ni bu oyatda demoqchi bo'lgani, kim Parvardigorining Allohning huzuriga berishdan, huzurida oldida ro'buru turib qolishdan qo'rqsa, so'roq tortilib, nafsni havoyi havasga berilishdan chekliyalisa, bu yerda havoyi havas hamda shariatda cheklangan. İnsanın nefsi, aqli qabul qilmaydigan narsalarda o'zini cheklagan ishlarni ko'rsatdi. Nafsini havoyi havasdan cheklaydigan bundoq odamlarning boradigan joyi albatta jannat bo'ladi deb shundoq degan. Demak, havoyi havasdan cheklashninki birdan-bir yo'li natijasi Xoliqning sanosi va xaloyiqning madiyasi va Xoliqning mukofoti orqali ifodalandi. Shuningdek, Hasanul Basri rahmatullohi alayh jihatning eng afzali havoyi havas xohish bilan bo'lgan jihat deb ta'riflagan bo'lsa, bir qism donishmandlar deydi, azizlikning eng azizi inson sharaf, izzat, ikrom bilan yashaydigan bo'lsa, bu havoyi havasningki quvvatidan, qudratidan o'zini to'solgan, cheklayolgan da eng izzatli sharafga yashay oladi deydi. Hatto fasihlarmi shundoq degan, kishilarning eng yaxshisi qalbidan, nafsidan shahvatni chiqara olgan, o'zining xohishining aksicha ish qilib, Parvardigoriga, Allohga bo'ysunib yashgan odam eng yaxshi odam deb ta'riflagan. Uningdan boshqa adiblarmi shundoq deydi, shahvatini o'ltagan, o'zining muruvvatini, shahvatini o'ltagan odam o'zining muruvvatini jonlantirgan bo'ldi, tirildigan bo'ldi degan bo'ldi. Muruvvat degan shu axloqniki, shu insonningki jismida, harakatida ifodalangan bir oliyjanob bir mardonlikni muruvvat deb olamiz endi. Shuningdek, bir qism ulamolar shunday deydi, Alloh subhanahu va taolo farishtalarni aqldan ularning jismini, badanini aql bilan yaratganda, lekin shahvat yo'q ularniki. Hayvonotlarda aql yo'q, shahvat bor. Ammo odam bolalarida ikkilisi bor, ham shahvat bor, ham aql bor. Aqli shahvatidan g'olib kelib, aql bilan mang'algan vaqtida bu farishtadan yaxshi inson. Agar shahvati aqldan g'olib kelgan vaqtida u chorpoydan, hayvondan battar deb sifatlagan İslam olimlari. Bir qism donishmandlarga deyilibdi ayni vaqtida. Eng shijoatlik botir odam, o'zining shu jihad kurashlarida zafar nusratiga loyiq odam kim o degan vaqtida Parvardigoriga bo'ysunish asnosida havoyi havas bilan jihad qilib kurash qila olgan, havoyi havasninki turli xavotirlari qalbiga kelib qolishdan o'zini saqlay olgan odam degan. Yani havoyi havas xohishningki xiyollarga g'arq bo'lmagan odam demoqchi. Shuningdek, shoirlar shundoq deydi, keskin irodalik aqldor odamlar o'zining orzusiga
maqsadiga yetidi. Nima bilan? Ish bilan, o'zining aqldagi keskinligi bilan, havoya havasga bo'lgan bo'ysunmaslik tarafdori bilan degan. Bugungi darsimiz mushayt bo'lg'ay. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.